Toshkentda 20 ming dollarga kichkinagina avtomobil qilayotgan bir paytda biz 5 ming dollarga 7 ga tur polni hamma yo'g'i bitgan holatda elektromontajlari bilan pol taxta shvellarda qilingan dekor plast utepetlar 3 qavat issiq sovuqqa chidamli do'konlarimizni. Undan tashqari 4 ming dollarga esa 6 ga 3 metrlik, bu ham xuddi o'shanga o'xshab tayyorlangan, faqat o'lchami kichkina bo'ladi. Keyingi do'konimiz esa 7 ming dollarga 11 metrga 4 metrlik, xuddi shunga o'xshagan bo'ladi, faqat buni o'lchami o'shanda katta. Umumiy hisoblaganda 15 ming 16 ming dollarga 3 ta katta do'konlarimizni tayyorlab beryapmiz. Albatta bularni egalari har xil va har xil joyga boradi. Bu O'zbekistonda yangilik emas. 2019-yildan beri 500 dan oshiq mijozlarga shunday ko'chma do'konlar tayyorlab berganmiz. Har xil maqsadlarda foydalanishgan. Sifatiga esa kafolat beramiz. Misol uchun do'konimiz oynalari bilan pol, patolog, elektromontaj hamma yo'g'i bilan tayyor holda mashinaga yuklab 1000 kilometrga borishgacha kafolat beramiz va 10 marta ko'tarib tushirishga ham kafolat beramiz. Sizlarga ham ko'chma do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. O'zbekistonda birinchi ko'chma do'kon ishlab chiqaruvchilardan birimiz. Aynan biz tarafdan mana shu ko'chma do'konlar tayyorlanadi. Bu Farg'ona shahrida turibmiz hozir, Samarqandda ham filiallarimiz bor. Videoga like bosib qo'yinglar, ko'proq odamga yetib boradi. Yo'qotib qo'ymasligingiz uchun esa saqlantirib qo'ysanglar juda ham yaxshi bo'ladi.